Dasturimiz davom etadi. Viloyatdagi korxona, tashkilot hisobchilari va g'aznachilik sohasida faoliyat yuritayotgan xodimlar uchun seminar tashkil etildi. Unda davlat xaridlari va birja savdolari bo'yicha tatbiq etilayotgan yangiliklarga e'tibor qaratildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan so'nggi yillarda davlat xaridlari sohasida oshkoralik, raqobatbardoshlik va samaradorlikni ta'minlash maqsadida bir qator normativ-huquqiy bazalar yangilandi. Shu bilan birga davlat xaridlari jarayonlarini to'liq raqamlashtirish, korrupsiyaviy holatlarni minimallashtirish va biznes uchun teng imkoniyatlar yaratish bo'yicha aniq strategiya belgilandi. Bo'lib o'tgan seminarda shu kabi islohotlar samarasi haqida fikr-mulohazalar bildirilib, tatbiq etilgan yangiliklar haqida ma'lumotlar berildi. Jumladan, Hayot birja aksiyadorlik jamiyati aynan shu islohotlarning amaliy ijrosini ta'minlovchi yetakchi kompaniyalardan biri bo'lib, 2020-yil may oyidan boshlab Moliya va iqtisodiyot vazirligi bilan hamkorlikda davlat xaridlarining elektron tizimi operatori sifatida faoliyat yuritib kelayotgani alohida ta'kidlandi. Seminarda tizimni raqamlashtirish, elektron birja orqali tovarlar va xom ashyolar savdosi kompaniyaga bozor ishtirokchilarini keng qamrab olish, narx shakllanishi va savdo jarayonlarining oshkoraligini ta'minlashdagi amaliy ishlar tushuntirildi. Mana bu seminarda budjet tashkilotlari tomonidan korporativ xaridor tashkilotlar tomonidan davlat xaridlarini amalga oshirish tartibi, undagi o'zgarishlar va Hayot birjadagi savdolarning qulayligi, elektron do'konlarda yoki tanlov savdolarida qanaqa ishtirok etish bo'yicha malakali mutaxassislar tomonidan tushunchalar berildi. Yangiliklardan mana elektron do'konlarda raqobatni yanada kuchaytirish, bu orqali budjet mablag'larini iqtisod qilish chora-tadbirlari ko'rilgani bizga ham juda ham yoqimli. Iqtisod qilingan mablag'larni boshqa yo'nalishlarda ishlatish imkoniyatini borligi bizga ham juda bir quvonarli. Seminarda ishtirokchilarga platformadan foydalanish tartibi, ahamiyati haqida batafsil tushunchalar berildi. Shuningdek, ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan javob olishdi.